Jahon futbol yulduzlari yoki shou-biznes vakillari orasida tana a'zolarini sug'urta qildirganlar haqida eshitganmiz. Qarangki, bundaylar bizda ham bor ekan. Kelishimga sababim o'zi hayotimni tubdan o'zgartirishga harakat qilganman. Sharoitlar va muhitlar o'z o'yimda yurgandek his qilaman. Shu paytda kelib ishga qabul qilinish jarayonim bilan hozirgi kundagi yoshlarning ishga qabul qilinish jarayoni osmon bilan yer chaqiryapti. Shu sohada ham O'zbekiston ham kompaniyani rivojlanishiga o'z hissam qo'shmoqchiman. Avvalo inson bilan ko'nikmadan tashqari kuchli xohish bo'lishi kerak insonda. Hayotingiz davomida hech sug'urtaga ishingiz tushganmi? Mol-mulkingizni, avtomobilingizni yoki o'zingizni sug'urta qildirganmisiz? Noto'g'ri eshitmadingiz, aynan o'zingizdan. Jahon futbol yulduzlari yoki shou-biznes vakillari orasida tana a'zolarini sug'urta qildirganlar haqida eshitganmiz. Qarangki, bundaylar bizda ham bor ekan. Yaqindagina mashhur suxandonlarimizdan biri chiroyli ko'zlarini sug'urta qildiribdi. Shu va boshqa ma'lumotlarga dastur davomida to'xtalamiz. Demak, My5 dan uzoqlashmang. Bugun obyektivimiz nigohida sug'urta kompaniyalaridan birida faoliyat olib borayotgan, yaxshi natijalarga erishayotgan yoshlarimiz. Qahramonimiz bilan tanishtirishdan avval mavzuga oid ayrim ma'lumotlarga to'xtalib o'tmoqchimiz. Sug'urta bu inson faoliyatining turli sohalarda sodir bo'ladigan tabiiy ofatlar, favqulodda hodisa va boshqa voqealar natijasida yetkazilgan zarar hamda talofatlarni jismoniy va yuridik shaxslar to'lagan sug'urta badallari, ya'ni sug'urta pulidan hosil qilinadigan pul fondlari hisobidan to'liq yoki qisman qoplash yo'li bilan jismoniy va yuridik shaxslar manfaatlari sug'urtalanishini ta'minlashga doir munosabatlar demakdir. Fuqarolarning hayoti, sog'lig'i, mehnat qobiliyati, fuqarolar va yuridik shaxslarning mol-mulki, moddiy boyliklari, javobgarlik majburiyatlari, mulkiy hamda mulkka oid bo'lmagan huquqlari yoki manfaatlari sug'urta obyektlari hisoblanadi. Sug'urta ixtiyoriy va majburiy shakllarda amalga oshirilishi mumkin. Sug'urta to'g'risidagi qonun sug'urta tashkilotlari bilan fuqarolar, yuridik shaxslar, chet el fuqarolar va yuridik shaxslari, fuqaroligi bo'lmagan shaxslar o'rtasidagi sug'urta tashkilotlari o'rtasidagi o'zaro sug'urtaga doir munosabatlarni tartibga soladi, shuningdek, sug'urta faoliyati davlat tomonidan tartibga solinishining asosiy qoidalarini belgilaydi. Mashhur shaxslarning sug'urtadan foydalanganligi to'g'risida bir nechta qiziqarli faktlar mavjud. Dunyo bo'ylab tanilgan boks chempioni Muhammad Ali o'z hayotini sug'urtalash uchun katta miqdorda pul to'lagan. U o'zining janglari va brendini himoya qilish uchun sug'urtalashni muhim deb bilgan. Harry Potter seriyasining muallifi Joan Rowling o'zining yozuvchilik faoliyatini sug'urtalashga qaror qilgan. U o'zining ijodiy ishlarini himoya qilish uchun sug'urta polisini olishni ma'qul ko'rgan. Mashhur qo'shiqchi Beyonce o'zining ovozini sug'urtalagan. Bu uning karyerasi uchun juda muhim bo'lgan, chunki ovozi yo'qolsa, u katta moliyaviy yo'qotishlarga duch kelishi mumkin edi. Futbol yulduzi David Beckham ham o'zining oyoqlarini sug'urtalagan. U sport faoliyati davomida oyoqlariga bo'lgan ehtiyotkorlikni oshirish maqsadida buni amalga oshirgan. Qo'shiqchi Tina Turner o'zining konsertlari va musiqiy faoliyatidan keladigan daromadlarni himoya qilish uchun sug'urta polisiga ega bo'lgan. Bu misollar mashhur shaxslarning sug'urtadan qanday foydalanganligini ko'rsatadi va ularning moliyaviy xavfsizligini ta'minlashda sug'urtaning ahamiyatini ta'kidlaydi. Hozirda mamlakatimizda 30 dan ortiq sug'urta kompaniyalari faoliyat olib boradi va bu kompaniyalarda yuzlab yoshlarimiz o'z faoliyatini olib bormoqdalar. Jahon mamlakatlari orasida esa Yaponiya, Germaniya, Angliya kabi davlatlarning sug'urta kompaniyalari yetakchi hisoblanadi va yurtimizda ham aynan ularning tajribalaridan unumli foydalanib kelinmoqda. Bugungi qahramonimiz Nodirbek Abduahadov ham yaxshi bir ziyoli oilaning farzandi. U Toshkent viloyatining Bekobod tumanida shifokorlar oilasida tug'ilib voyaga yetgan. Ota-onasi mas'uliyatli vazifada ishlaganlari sabab Nodirbek bu joylarning tarbiyasini olib katta bo'ladi. Maktabni a'lo baholar bilan tamomlagach, o'z hujjatlarini Toshkent axborot texnologiyalari universitetiga topshiradi. Grant asosida o'qishga qabul qilinadi. Talabalik paytida ham yetakchiligi va faolligi bilan ajralib turgan Nodirbek institutda Yoshlar ittifoqining yoshlar yetakchisi sifatida ham o'z iqtidorini namoyon eta boshlaydi. Ana shunday kunlarning birida Nodirbekning yaqin do'stlaridan biri uni shahrimizning sug'urta kompaniyalaridan birida ishlashga taklif etadi. Yaqin bir og'aynim bo'lardi, shu sohada ishlardi. Endi oldindan bizdan oldin ishlagan boshqa insonlarga havas qilganmiz. Insonda baribir havas bo'ladi-yu, o'sha havas orqali kelganmiz va sababchisi shu bir do'stim bo'lib qo'ygan. Sug'urta kompaniyasida
faoliyat yuritardi. Bizda joy bor, imkoniyatni sinab ko'r degan. Shu orqali shu kompaniyaga kelib qolganman. IT yo'nalishiga, ya'ni raqamlashtirish, ko'proq mana shu IT yo'nalishiga ko'proq qiziqqanman. Kompyuter sohasiga, kompyuter soatxonligiga shu yo'nalishda ketaman deb o'ylaganman. Birdaniga bitta taklif hammasi hayotimda o'zgarib ketdi. Bu sohaga mehrim oshdi va shu orqali shu sohadaman. Avvalo inson bilim, ko'nikmadan tashqari kuchli xohish bo'lishi kerak insonda. Ishtiyoq, intilish, o'ziga oldiga qo'ygan maqsadiga kuchli intilish bo'lishi kerak. Undan tashqari bu sohaga kelgandan keyin O'zbekistondagi eng tez fursatlarda, suratlarda rivojlanayotgan sohalardan bittasi sug'urta sohasi. Bu sohada rivojlanish uchun birgalikda rivojlanasizda. Ya'niki hozirgi yangi qonunlar, yangi normativ hujjatlar, yangiliklar jahon bozoridan bizga kirib keladi. Ularni O'zbekistonda tatbiq qilish orqali mana shu jarayonda siz ishtirok etasiz. Shu jarayonni bir subyekt sifatida ishtirok etasiz. Bilim ko'nikmalar asosan sug'urta kompaniyasi kelganingizdan so'ng boshlanadi. O'zi sug'urta bozori o'ta dinamik bozor. Buni oldin ham aytganmiz. Bizdan katta ustozlar ham aytishgan. Sug'urta bozorida har yili yangi sug'urta turlari paydo bo'lib boraveradi. Ya'niki bizda bu bozor o'z nomi bilan talab va taklif. Qanday bizga taklif beriladigan bo'lsa, biz o'shanga qarab talab yaratamiz. O'tgan yil aktual bo'lgan sug'urta turlari bu yil aktual bo'lmaydi. Misol uchun mana bu yil aktual bo'lgan sug'urta turlari eksport, import. Bu O'zbekistondagi, davlatimizdagi iqtisodiyotni qaysi tomon bilan rivojlanayotganligiga bog'liq. Ya'ni iqtisod qaysi tomonga qarab yuradigan bo'lsa, O'zbekiston sug'urta bozori ham xuddi shu tomonga yuradi. Risklar qayerda pul aylanmasi ko'proq bo'ladigan bo'lsa, shu yerda risklar paydo bo'ladi. Risk borki, sug'urta mavjud. Sug'urtaga ehtiyoj mavjud. Juda ko'p tashkilotlarda xodimlar ishlashadi. Yana bir sug'urta turida bu ikkinchisi. Juda ko'p xodimlar ishlashadida, agar ish jarayonida ular qandaydir kasb kasalligiga chalinsa, nobud bo'lsa, nogironlikka chiqishadigan bo'lsa, ana shu holatlarda tashkilot rahbariga qo'yilgan talab bor. Ya'ni u ish beruvchi sifatida xodimlarning oldidagi javobgarligi bor. Juda katta kompensatsiya to'lab berish kerak bo'ladi. U milliardlarga boradi summada O'zbekistonda. Bizda kompaniyalarda yaxshi an'ana bor. Sug'urta kompaniyalari bilan birgalikda kelishgan holda o'zini xodimlarini ixtiyoriy sug'urtalaydi. Baxtsiz hodisalardan sug'urtalab qo'yishadi. Ya'niki bu boyaga aytayotgan majburiy sug'urtamdan azgor, ya'ni ish beruvchining fuqaro javobgarligidan tashqari, bu boshqa ixtiyoriy sug'urta turi. Baxtsiz hodisalardan sug'urtalash. Bu ham O'zbekistonda o'zi aktual. Ishga olish masalalari yildan yilga bizda yangilanib, yangicha ko'rinish kasb etmoqda. Yangilanish nima uchun kerak? Albatta yengillashuv. Albatta yoshlarga nisbatan yaxshi e'tibor. Hozir o'zim ishga kelgan paytim mana 8 yil bo'libdi shu kompaniyaga kelganimga. Shu paytda kelib ishga qabul qilinish jarayonim bilan hozirgi kundagi yoshlarning ishga qabul qilinish jarayoni osmon bilan yercha farqi bor. Ularga yaratilayotgan sharoitlar, imkoniyatlar juda ko'p. Hozirgi yoshlarga havas bilan qarayman misol uchun. O'zbekistondagi juda ham ko'p oliy o'quv yurtlari bilan hamkorliklar qilamiz. Bu yo'llardan o'quvchilarni jalb qilamiz, ularni o'qitamiz, qayta tayyorlaymiz, sertifikat beramiz ularga. O'zlari qiziqish bildirganlarini shu kompaniyada xodim sifatida ishga olib qolamiz. Qarangki, Nodirbek ish boshlaganiga ko'p bo'lmay, yilning eng yaxshi sug'urta agenti sifatida kompaniya tomonidan taqdirlanadi. Nodirbek bugungi yutuqlarga oson erishmagani sababli kompaniyaga ish so'rab kelgan yoshlarni imkon qadar qo'llab-quvvatlashga va bilganlarini ularga o'rgatishga harakat qiladi. O'sha grant loyiha 3 ta bosqichdan iborat edi va 3 ta bosqichda suhbat asosida o'sha rahbariyat bilan suhbat asosida bo'ldi va o'sha suhbat asosida biz 10 ta talabani tanlab olishdi va o'sha 10 ta talaba shu kompaniyaga kelib o'z ish faoliyatini boshlagan. Va birinchi kelganimda stajyor lavozimida ishlab kelganman va o'zimni o'sha ishonchli va o'zim samarali ishim tufayli hozirgi paytda o'sha mehnat shartnomasi asosida ishga qabul qilishgan. Oldingi ishlagan ish joyimlariga qaraganda birinchi kelganimda o'zimni juda ham qulay his qilganman
bu yerdagi insonlar, har bitta inson menga o'zini bilimlarini, tajribasini ulashib, menga ishonch bildirishgan va o'sha ishonch asosida men o'zimda faxr tuyg'usini his qilganman va shu asosida ko'plab yutuqlarga erishib kelyapman. Va yoshlar qanaqa ilm olmoqchi bo'lsa, qanaqa o'zini tajribasini oshirmoqchi bo'lsa, har bittasiga e'tibor berib, moliyaviy jihatdan ham, boshqa jihatdan ham o'z yordamlarini ayamasdan e'tibor berib kelishmoqda. Ayni paytda Toshkent davlat iqtisodiyot universitetining 4-bosqich talabasiman. Kelajakda xalqaro moliya sohasida o'zimni yetuk kadr bo'lib yetishimni maqsad qilib qo'yganman va shu sohada ham O'zbekiston ham kompaniyani rivojlanishiga o'z hissamni qo'shmoqchiman. Men ushbu kompaniyada ro'parasa 1 yildan beri faoliyatimni olib boraman. Aynan raqamli marketing bo'yicha va content maker bo'yicha faoliyat olib boraman. Asosiy qiladigan ishlarim kompaniyaning content planini tuzish, undan tashqari sug'urta savdxonligi bo'yicha qilinadigan targ'ibotlar, ijtimoiy PR loyihalarida ssenariy muallifi hamda rejissyorligi bilan shug'ullanaman. Biz asosan yulduzli mijozlar bilan ishlaymiz. 2024-yilning o'zida biz 5 ta yulduzli mijoz bilan ishlaganmiz. Endi ularni nomma-nom ayta olmaymiz albatta, chunki bizda sug'urta siri mavjud, lekin ijtimoiy tarmoqlarimizga kirib turib ko'rsangiz bo'ladi. O'zbekistonda o'sha aktual bo'lgan hozirda sug'urta turlari bor. Bu o'sha avtomobilning ixtiyoriy sug'urtasi, undan keyin o'sha mol-mulk sug'urtasi. Aynan bizning yulduzli mijozlarimiz o'zlarining mol-mulklari va avtomobillarini sug'urtalashgan. Taniqli xonadonimiz o'zlarini ko'zlarini sug'urtalashgan. Ya'ni bizda ham bor, O'zbekistonimizdagi mashhurlarda ham bor. Xuddi chet el kabi o'sha Lionel Messini aytamizmi yoki Jennifer Lopesni aytamizmi, ular kabi o'z tana a'zolarini ham qadrlaydigan va ularni sug'urtalaydigan mijozlarimiz yetarli. Kompaniyamizda yoshlar klubi tashkil qilingan. Shaxsan kompaniyamiz rahbarining tashabbuslari bilan yoshlar klubi tashkillashtirilgan va yoshlar klubiga rahbar sifatida nomzodimni berishdi. Buni jon deb qabul qildim. Kompaniyamizdagi mavjud yoshlarni bo'sh vaqtlarini samarali o'tkazish, ularni bir joyga uyushtirish, yig'ish, bir maqsad yo'lida safarbar qilish, ularni o'zidagi yashirin bo'lgan iqtidorlarini, istedodlarini amaliyotga joriy qilish, ko'rsatish. Har kuni kelib soat 8:30 da ish tartibimni birinchi o'rinda qahva damlashdan boshlayman. Qahva ichib soat 9 gacha u yoq bu yoqlarga qarab tartibga keltiraman. Birinchi o'rinda telefonlarni nazorat qilishni boshlayman. Atrof muhitga xodimlar va mijozlarni kutib olish. Ishimiz shundan boshlanadi. Biz ularga qo'ldan kelguncha dastlabki xizmatlarni ko'rsatamiz. Bizda 80 xil sug'urta turi mavjud bo'lib, biz 80 xil sug'urta turi bilan ish yuritib kelamiz. Ko'pincha mijozlarga yengillik yaratish bo'yicha sug'urta turlari bo'yicha masalan murojaatlar kelib tushsa, qo'ldan kelguncha murojaatlarni ijobiy hal qilib beramiz. Hozirgi kunda kompaniyada общий kompaniyamiz bo'yicha 150 dan oshiq xodimlarimiz ishlab kelmoqda. Uzoq yildan beri ishlab keladigan tajribali, yoshi katta tajribali xodimlarimiz bor. Bizga bilimlarini, darslarini erinmasdan tushuntirib, bilim va ko'nikmalarini bo'lishib kelishadi har doim. Kompaniyada muhit juda ham yaxshi. Hammamiz oilaviy, jamul-jam bo'lib, do'stga do'st bo'lib, hamma ahil bo'lib ishlashadi. Ko'proq xodimlarimizni yaxshi ishlashi uchun, yaxshi harakat qilish uchun taqdirlash, tadbirlar ko'proq uyushtiriladi. Men o'zim shaxsan 2023-yildan beri, aprel oyidan beri ish yuritib kelmoqdaman. Men bu kompaniyada ishlaganimdan juda ham xursandman. Oilamdek bo'lib ketishgan. Sharoitlari va muhitlari o'z o'yimda yurgandek his qilaman. Eng katta maqsadlarimdan biri o'zim soham bo'yicha yetuk kadr bo'lib, yaxshi sug'urta mutaxassisi bo'lib, yurtimiz ravnaqiga o'z hissamni qo'shishga tayyorman. Hamma ishda yengilliklar, osonliklar, yaxshi tomonlari, jabhalari bo'lgan kabi sug'urta sohasida ham qiyinchilik tomonlari mavjud. Bizning asosan ishimiz servis, xizmat ko'rsatish. Insonlarga qanday qilib bo'lishdan qat'iy nazar yaxshi xizmat ko'rsatishimiz kerak. Turli xil tipdagi, turli xil xarakterdagi insonlar mavjud.
ularni hammasiga ko'ngiliga yo'l topish bizni kasbiy professional burchimiz hisoblanadi. Injiq insonlar bor. Bir narsani qayta-qayta tushuntirishimiz kerak bo'lgan mijozlar bor. Asabiy mijozlar bor. Bittada siz gapirgan gapingizni tushunadigan insonlar bor, tushunmaydigan insonlar bor. Mana shunday holatlarda turli xil depressiyaga sabab bo'ladigan, stressga olib keladigan holatlar ham bo'lib turadi. Lekin bu narsadan tezroq chiqishga harakat qilamiz, chunki biz bittagina mijoz bilan ishlamaymiz. Minglab mijozlar bilan ishlaymiz. Bu holatda bizni bitta mijoz bilan ishlab kayfiyatimiz tushishi boshqalar bilan ishlashimizdagi ish jarayonimizga ta'sir qilmasligi kerak. Bugungi O'zbekiston sug'urta bozori jahonning eng kuchli kompaniyalari kabi yoki boshqa davlatlar kabi rivojlanib ketmagan. Va bunga sug'urta sohasidagi insonlarni ko'rsatishimiz mumkin sababchi qilib. Ikkinchi tomondan, tanganing ikkinchi tomonini ko'radigan bo'lsak, O'zbekistondagi aholini sug'urtaviy bilimini o'zlari xohlab oshirmasliklari ham kerak. Ya'ni o'zlari qiziqib, qanday sug'urta shartnomasi imzolayapman? Shartnomada nimalar ko'rsatilgan? Unda qanday sug'urta hodisalari bor-u, qanday istisnolar bor? Qanchada menga pul to'lab berishadi, nima qilsam pul to'lab berishmaydi? Nimalarga e'tibor berishim kerak, nimaga e'tibor bermasligim kerak? Mana shu joylarini albatta o'zlari qiziqib so'rab olishlari kerak. E'tiborsiz juda ham ko'p qoldirishadi. Bizni majburiyatimizga kiradi bu narsalarni tushuntirib berish. Bugungi kunda mana hozir mamlakatimiz aholisi sug'urta madaniyati sekin-asta oshib bormoqda. Kelgan mijozlar o'zlari kelib, nima uchun pul to'layapman? Nega buncha pul to'layapman? Sababi nimaga? Arzon qilsam nima bo'ladi-yu, qimmat qilsam nima bo'ladi? Hamma narsani so'rab, o'zlari shartnoma ichilaridagi shartlarni tanishib, keyin imzo chekishyapti. Bo'sh vaqtim oilam davrasida bo'ladi ko'pincha. O'zimni rivojlantirish uchun yaxshi insonlarning suhbatini tinglayman yoki yaxshi insonlar davrasida bo'lishni xohlayman. Kitob o'qiyman. Har doim harakat qilaman. O'zimdan kuchli bo'lgan insonlarga havas ko'zi bilan qarashga va ular kabi bo'lishga harakat qilaman. Albatta, hech bir natija yoki yutuq oson kelmaydi. Buning ortida sinovlar va mashaqqatlar bo'ladi. Ammo ana shunday paytlarda taslim bo'lmasdan, sabr va iroda bilan davom eta olish chinakam qahramonlikdir. Nodirbek hali yosh bo'lsa-da, hayotning past va balandini, ayrim qiyinchiliklarni yengib o'tishiga to'g'ri kelgan edi. Hammani hayotida quvonchli, zavqli, xursandchilik onlar bilan birga qayg'uli kunlar ham albatta bo'ladi. Xoh sizda ishingiz bilan bog'liq bo'lsin, shaxsiy hayotingiz bilan bog'liq bo'lsin, hammasida har xil tushkun vaziyatlar bo'lib turadi. Hammani hayoti kabi bizning hayotimizda ham shunaqa narsalar bo'lgan. Bu ishga kelishimga sabab ham o'zi hayotimni tubdan o'zgartirishga harakat qilganman. O'zimni vaziyatimni hamda oilamdagi munosabatlarni o'zgartirish uchun shu joyga davo istab kelganman desa ham bo'ladi. Ya'ni shu yerdan bir yaxshi inson bo'laman, yaxshi kadr bo'laman. Jamiyatga, oilam uchun foydasi tegadigan inson bo'laman deb kelganman. Kimdir sizni har doim yaxshi bo'lishingizni xohlaydi, ko'pchilik. Kimlardandir o'tib ketishingizni xohlashmaydi, lekin o'zlaridan o'tib ketishingizni xohlashmaydi. Bunaqa narsalar ham bo'lgan hayotda. Musofirchilik deymiz, boshqa deymiz, bunaqa narsalarni hammaning hayoti kabi biz hayotimizda ham, ya'ni mening hayotimda ham bo'lgan bu narsalar. Endi hammasini sanab o'tish, boshqa qilish o'rin emas deb bilaman, lekin hammasi agar shu narsalarni qaytadan bo'lish imkoniyati bo'lsa, hammasini boshimdan o'tkazishga yana tayyor bo'lardim. Sababi bularning har biri shaxsan o'zim uchun dars bo'lgan, saboq bo'lgan. Bu hayot yo'limiz hali uzun deb bilaman. Unda har xil past balandliklar ko'p deb bilaman. Hikoyani hali oxiri emas. Bu shu kompaniyada o'tkazgan 8 yilim bo'lsa, Xudo xolasa yuqori marralarni ko'zlaganman va bu kompaniyada general bo'lishni orzu qilmagan soldat emas degandek general bo'lishga harakat qilaman har doim. Yaxshi insonlarning qo'lidaman deb bilaman. Ularga har doim yaxshi shogird bo'lishga, yaxshi xodim bo'lishga, ular xohlagandek shu maktabni, mana shu kompaniyamizda o'ziga yarasha maktabi bor, shu maktabni yaxshi bitiruvchisi bo'lishga harakat qilaman.
Shu kompaniyada hali uzoq yillar ishlashim kerak deb bilaman. Hal qilishim kerak bo'lgan, yetkazishim kerak bo'lgan ishlarim hali ko'p, rejalarim hali ko'p. Azizlar, biz hayotimizda juda ko'p narsalarni sug'urta qilishimiz mumkin ekan. O'zimiz uchun qadrli bo'lgan buyumlarni, mol-mulkimizni, hatto tanamizni ham. Ammo shunday narsalar borki, biz uni o'zimiz ehtiyot qilishimiz kerak. Bu nafis qalbimizni va baxtimizni. Shunday ekan, o'zingizni ehtiyot qiling va Stimulni kuzatishda davom eting.